Assalomu alaykum, e'tiboringizda xabarlar ma'lumot dasturi. Studiyada sizlar bilan Rahimjon Alijonov. Bugungi dasturimizda O'sh shahrini toza suv bilan ta'minlash uchun yangi nasosli stansiya quriladi. Bu transportlar kanalning bo'yinda mashinalarni yuradi. Batkenda 116 metr yer ostida ikki shaxtyorning hayotini saqlab qolgan qutqaruvchilar taqdirlandi. Udobstosi jamanda. Bugun aloqa va radio kuni. Assalomu alaykum. Intimatli yangiliklar studiyada men Davron Nasibxonov. O'sh shahrini rivojlantirish dasturida shahardagi toza suv yetmagan hududlarni suv bilan ta'minlash ishi ko'rilgan. Bunga ko'ra, O'zg'ur suv ombori stansiyasiga 3-suv o'tkazuvchi truba tortilib, yangi nasosli stansiya quriladi. Xarajat masalasi respublika va shahar xazinasidan hamda Yevropa rivojlantirish bankidan bo'lingan. Batafsil ma'lumot keyingi lavhada. Nomer 2 Qurmanjon-Datxo qishloq kengashida toza suv yo'q. Aholisi 5000 ga yaqin. Bari Aravon Oqbura kanalidagi oqin suvdan foydalanishadi. Uni toza ichimlik suvi qatori, shuningdek hayvonlarni sug'orish uchun ishlatishadi. Bu yerda yashovchi 58 yoshli Sovetxon Ergasheva yarim chaqirim oraliqdan o'sha ariqdan suv tashib iste'mol qiladi. Mana jo'g'irjoqdan men keldim-ku suvga. Suv yetmaydi. Вообще o'sha jo'g'irjoqdagilar chindig'ini aytganda tamchini suvsi menen kun ko'ryapti. Musor, axir chekir, jo'g'irjoqdan ag'ib keladi, axir chekirlar. Anan jazning kuni yengil mashinalar, любой transportlar kanalning bo'yinda mashinalarni yuradi. O'shani biz ichamiz. Mazkur hududiy kengashda bunday holat 30 yildan beri davom etadi. Aholining aytishicha, bu kanal yoz mavsumida bolalar cho'miluvchi yerga aylanadi. Shunday bo'lsa-da, aholi undan foydalanishga majbur. Ular turli yuqumli kasalliklarga chalinib qolishdan xavfsirashadi. Shusiz ham bu yerda yashovchilarning orasida sariq kasal bilan og'riganlar ko'paymoqda, deydi aholi vakillari. Sayizdan beri kelatadi. Bu yerdagi mana ol kanalimiz bor. Bu kanalda o'sha sayz vaqtida poливной qatori, bunday yer sug'aruv qatoriga jasalgan kanal. Ana nemi biz arzdanmagan yerimiz qolgan yo'q. Mana bu Qirg'izistondan qiyinlarına cheyin borib keldik. Anam bu yerda bo'lsa meriyaga, administratsiyadagilarning barına qayrilganmiz. Mana ushul problemalar ushul vaqtgacha hech vaqtda chechilmay kelajatat. Bu muammo O'sh shahrining Turon hududiy kengashida ham mavjud. Bu yerda yoz oylarida ko'p qavatli uylarning yuqori qavatlarida suv chiqmay qoladi, deydi turonlik Qoriya Qubatova. Yuqori qavatlarga tuni soat 3 da 2larda suv keladi. O'sha ayollar uxtabasdan o'zini tinchini buzib, bir qanday pasudalarga suvlarni to'ldirib olib, ertasiga foydalanib shunday bo'lgan mezgillar bor-da. Nimalarda 1 kun, 2 kun, 3 kun ham kelmay qoladi. Keyin nimada o'sha tuni 3 dan 2 gacha bir el uxtab yotgan mahalda kelib qoladi. Shunda pasudalarga to'ldirib olib ishlatilib kelgan. Suv muammosiga uchragan bunday hududlar shaharda o'nlab topiladi. Masala muhim bo'lganidan shahar taraqqiyot dasturiga kirgizilgan. Unda toza suv yetmagan hududlarga suv olib borish rejalangan. Negizden bunda shunday bir 13 punktdan turgan ish-chara bor. Qarjылоо булак болуп, Европалык өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы жана Азия өнүктүрүү банкы болуп эсептелет. Жалпы каржылоонун көлөмү ушул бир гана ошо таза суу менен камсыз кылуу маселесинде бир бөлүгүндө Азия өнүктүрүү банкы бөлүгүндө 10 миллион доллардан ашыгыраак көлөм каралып атат. Ал эми Европалык өнүктүрүү жана реконструкция банкы тарабынан 8,5 миллион евро көлөмүндөгү иш-чара аткарылышы мүмкүн болуп турат. Taraqqiyot dasturida Turonga 1000 tonnalik 2 dona toza suv tortish uchun nomer 1 nasos stansiyasidan 3,5 kilometr oraliqdan suv quvurlari tortib kelish mo'ljallangan. Zaruriy 580 yevro xarajat Yevropa taraqqiyoti bankidan bo'lingan. O'zg'ur suv saqlagich stansiyasiga suv oluvchi yerdan 3-suv o'tkazuvchi tutuqchani qurish mo'ljallanmoqda. Shuningdek, Qurmanjon-Datxo 2 qishloq kengashiga nasos stansiyasini qurish ham rejalashtirilgan. Unga shahar g'aznasidan 3,5 million so'm xarajat bo'lingan. O'sh shahrida ichuvchi suv sistemasini jana kanalizatsiyalik turbalarda remonttоо jana rekonstruksiyalоо деген долбоордун аталышы бүгүнкү күндө проекттер өттү. Туран кичи шарчасы толугу менен Дачный участок деп атабыз. Бул жерде 4,5-5 миң адам бар экен. Жана Азия өнүктүрүү банкы боюнча дагы
дагы бир мына кирпичный заводда биздин 6000дек резервуар бар. Ошонун жанына дагы бирди куруп берет. Азия өнүктүрүү банк боюнча дагы. Ал боюнча дагы иштер кетти. Мына алар дагы 2015-жылдын май-июнь айларында аяктап калды. Bundan tashqari nomer 2 do'stlik hududiy kengashiga 6 tonnalikdan 2 dona toza suv qampasi qurilmoqchi. Undan Japalaq hududiy kengashdagi 1000 tonnalik suv qampasiga suv tortish masalasi ko'rilmoqda. Agar bu loyiha amalga oshsa, Japalaq qishloq hukumatining 4 qishlog'i toza suv bilan ta'minlanadi deydi mutaxassislar. Biroq ko'p yildan beri muammosi yechilmayotgan aholi bunga ishonmayapti. Endi buna vodoprovod ketadi dedi. Biz dağ ortada qolib ketamiz dedi. Bura Kemsayda salınıb o'tadi dedi. Buna turbalarni olib kelgan, dağ ortada qoladi. O'sh shahrini rivojlantirish dasturiga kirgizilgan ishlarni yuzaga oshirish iyun oyidan boshlanib, 2017-yil nihoyasiga yetishi rejalangan. Loyihani amalga oshirish uchun tender o'tkazilgan. Nazgul Axunova, Davron Nasibxonov, Azam Buzurikov, Intimaq. Bugun shahardagi 12-son kasb-hunar litseyida Ulug' Vatan urushi faxriylarini hurmatlash hamda ularning qahramonliklarini xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Bunga shahardagi Ulug' Vatan urushi faxriylari hamda front orti mehnat faxriylari chaqirilgan. Tadbirda litsey o'quvchilari tomonidan kuy va qo'shiqlar namoyish qilindi. Shuningdek, xalq uchun ko'rsatgan qahramonliklari ifoda etilgan she'rlar aytilib, ularga hurmat ko'rsatildi. Bundan tashqari faxriylar urush vaqtidagi voqealar bilan o'rtoqlashdi. Bunday tadbirlar mazkur litseyda har yili o'tkazilishi an'anaga aylanib qolgan. Liseyдің администрация тарабынан жана аскерге чейин даярдоо жетекчи тарабынан мэриянын жардамы менен 3 ардагерибиз 69 улуу жеңиштин 69 жылдыгына катышып отурат. Азыр бул биздин негизги максатыбыз ушул жаштарда патриоттукка жана мекенди сүйүүгө үгүттөөнүн негизинде ушундай чаралар өткөрүлүп атат. Shuningdek, bugun O'sh oblast ichki ishlar boshqarmaligi ham faxriylarga izzat hurmat ko'rsatishdi. Bugungi kunda boshqarmada 4 faxriy qolgan bo'lib, ularning ikkitasi urush faxriysi, ikkitasi esa front ortida mehnat qilishgan. Mana o'zingizlarga belgilүү, bundan 69 yil mudda Ulug' Vatan mekeninin жеңиш күнүн 1945-жылы belgilep, ошодон бери дүйнө боюнча ошолордун катарында биздин Кыргыз мамлекети дагы Улуу Вatan mekeninin жеңиштин күнүн belgilep, ошо согушка катышкан ата-энелерди чакырып, өзүбүздүн сый урматтарыбызды көрсөтүп жүрөбүз. Favqulodda holatlar ministri Qubatbek Bo'ronov Botken oblasining Suluxta shahrida bo'lib, 29-aprel kechasida shaxtada zaharlangan. 116 metr yer ostida zaharlangan 2 shaxtyorning hayotini saqlab qolgan qutqaruvchilarga ministrlik o'z mukofotlarini topshirdi. Yer ostida zaharlanib omon qolganlarning bittasi hozirda Suluxta shahar kasalxonasida davolanmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada. O'qiya bo'lgan kuni biz постоянно bizda minut zachib ketadi. O'sha yerdan signal tushgan bo'lsa, bizda komandir vзвод bizda telefon orqali bildirdi. O'sha Uzunsoy degan shaxtada odam qolgan deb. Yer ostida gazdan zaharlangan konchilar to'g'risidagi ma'lumot tushishi bilan Favqulodda holatlar ministrligining Sulukta shahridagi tog'-kon falokatlaridan qutqarish guruhi voqea joyiga jo'nab ketadi. O'z umrini xavfga qo'yib qutqaruvchilar 46 yoshli Ro'zbay Jalilov va 37 yoshli Bahodir Tag'ayevni qutqarib qolishadi. Borib turib, o'sha yerga tushganimizda zabonchi 3 odamni ko'rdik. Без сознания уже клинический смерть deb qo'ydi bizda. Svejiga olib tushib turib воздух berdik, ventilatorni turba bo'ladi, shunday воздух haydab turadi постоянно. Keyin qo'lidan kelgancha vagondan tushib turib, ko'sini уже признак жизни bo'lgandirdi, bizda устав bo'yicha shunday aytiladi. O'kon bunda qilsak dam oladi. Olib jo'natverdik, ikki odam qo'shib, потому что tushgandek Balibetkada tushgan vagonetkasi вообще удовольствие jamanda. Mutaxassislarga ko'ra, o'lka hududida ko'mir qaziluvchi shaxtalarning ko'pida texnik xavfsizlik masalasi talabga javob bermaydi. Чынын айтсам, көпчүлүк мына республикада ошондой баягы союз таркагандан кийинки ар ким өзүнчө лицензия алып жанагы жеке менчик өткөрүп алган шахталардын көпчүлүгүндө ошондой коопсуздук сакталбайт да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошондой болуп атат. Илгерки мисалы үчүн жердин алдынан казып чыкса, ал жерде сөзсүз түрдө биринчи мезгилде жанагы коопсуздук сактоо үчүн атайын штыктарды коюп, дубалдарды бекемдеп көчүп кетпеш үчүн. Буга чейин өзүңөр деле билесиңер да, көп ошол шахтерлор ошол жана забой көчүп кетип, же болбосо жанагы көмүр калып калган көмүр стенасы же
төбөсү көчүп кетти, ошолор басып калып курман болгондор көп болду. Ish safari davomida favqulodda holatlar ministri Sulukta shahridagi tabiiy ofatlardan fuqarolarga xavfli bo'lgan hududlarda bo'lib, tabiiy ofatlarni oldini olish va oqibatlarini yo'q qilish bo'yicha tegishli rahbarlarga topshirmalar berdi. Xavfli hududlarda yashayotgan xalq bilan uchrashib, olib borilayotgan ishlar orasida fikr almashdi. Chuqur qilib ketdi. Chuqur qilib ikki jag'manda shag'alni uyib ketdi. Kecha sel keldi tegizib qo'ydi. Эми сиздердин мындайда бул жердин рельефи ошондой. Ар бир сел болгондо ушинтип толтура берет, аны тазалап турушубуз керек. Быйыл да техника ошогулда тазалап бергиле. Макулбу? Batken oblastida tabiiy ofatlarning oldini olish bo'yicha 21 hududda shunday ishlar o'tkazilmoqda. O'tgan yildagi oldini olish ishlari natijasida yoz oylarida seldan jabrlanganlar bo'lmadi. Быйыл мынау апрель айынан бери 3-4 жерден сел жүрдү. Баткен областында, өзгөчө Лейлек районунда. Бирок баягы мурунку жасалган жумуштардын натыйжасында элге мында бир мурункуда жана огородун же болсо үйүн каптап кетти деген маселе чыга элек. Бирок капташы мүмкүн, себеби жасар элек жерлерибиз дагы көп да. Кооптуу деген маселе дагы абдан көп. Эми баягы барды келип жанагы каржыга такалат эмес. Ошонун негизинде каржынын жетишинче, колдон келишинче алдын алуу иштерин жасоого аракет кылып жатабыз. Yer ostida gazdan zaharlanib qolib ketgan konchilar umrini saqlab qolgani uchun Favqulodda holatlar ministrligining Sulukta shahridagi tog' kon holatlardan qutqarish guruhining 2 xodimi Favqulodda holatlar ministrligining qahramon medali bilan taqdirlandi. Mederbek Niyazaliyev, Umida Mirzabayeva, Intimaq, Batken oblasti. Premier ministr Jo'mart O'to'rbayev yetakchiligi bilan Qirg'iziston Respublikasi bojxona ittifoqiga kirish masalasiga bog'liq mahkamalararo komissiyaning yig'ini bo'ldi. Yig'in davomida Jo'mart O'to'rbayev Rossiya Federatsiyasi bilan Qozog'iston Respublikasiga bo'lgan ish safarida Qirg'iziston Respublikasining bojxona ittifoqiga kirish bo'yicha yo'l xaritasi muhokama qilinganini bildirdi. Shuningdek, Jo'mart O'to'rbayev ta'kidlaganidek, bojxona ittifoqiga kirish jarayoni jamiyatda qiziq muhokama qilinmoqda. U o'z navbatida hukumat barcha hujjatlarni sinchiklab ishlab chiqishiga vazifalantiradi. Premier ministr kelasi haftada mazkur masala parlamentda eshittirishga qo'yilishi kutilayotgani, umum jamiyatni bojxona ittifoqiga kirish jarayoni muhokama etilib, talab va takliflar kirgizish imkoni yaratilishini qo'shimcha qildi. Uchrashuv davomida Qirg'iziston Respublikasining bojxona ittifoqiga kirish jarayoni, shuningdek yo'l xaritasi bo'yicha yuridik hamda texnik masalalari batafsil muhokama qilindi. Bugun aloqa va radio kuni. Janubiy hududlardagi televideniya, radio aloqa xizmatining tarixi 1960-yillarga borib taqaladi. 1968-yilning yanvar oyida shaharda ilk marotaba O'sh radiosi to'lqinga chiqqan. Hozirga kelib bir qancha radiolar ishlaydi. Ularning faoliyati bilan muxbirimiz sizlarni tanishtiradi. Mamlakatimizning janubidagi radio tarixi O'sh radiosiga borib taqaladi. Hozirda u FM bo'lib o'zgartirilib ishlab kelmoqda. Мындай билдирүүнү өзгөчө кырдаалдар министри таратты. Эске салсак, 29-апрелде 3 шахтер 116 метр тереңдикке газга уланып, бирөө каза болгон. Niyaz Tashmatov LTR'ning LFM radiosi yangiliklar bo'limining rahbari. Bu yerda ishlaganiga 4 yil bo'ldi. Kun sayin mamlakatdagi so'nggi yangiliklardan topib, elga yetkazish bilan mashg'ul bo'ladi. Televideniya va radioning farqi boshqa. Radioda xabarni elga yetkazish uchun faqat ovozdan foydalaniladi. Radioda dagы эл алдында сүйлөп, элге кандайдыр бир кызыктуу маалыматтарды бөлүшүп, жеткиликтүү маалыматтар менен негизгиси баягы угармандарды маалымат жагынан ана маанайын көтөрүү жаатынан кызмат кыласың да. Ошол өлкөбүздө болуп жаткан соңку жаңылыктарды оперативдүү жеткиргенге ошол белсенип иштеп келебиз. Бир гана мен эмес, бул жерде Элиза деген жана Гүлзат деген кыздарыбыз бар. Ушул элпи кыздардын жардамы менен жаңылыктарды биз угармандарга учурунда жеткиргенге аракет кылабыз. Butun dunyoning ko'plab mamlakatlarida xalqaro radio va aloqa kuni belgilanadi. 1975-yil 7-mayda rus fizik Aleksandr Popov ilk radio aloqani sinab ko'rgan. Bu kun 1985-yil 1-marta radio kuni deb nishonlangan. Qirg'izistonda esa ilk radio bo'lib O'sh radiosi tuzilgan. Biz hozirgi ishlab жаткан бул LFM элдик радиосу, мына ошол O'sh радиосунун базасында түзүлүп, ошонун мурасын улантып, ошонун тарыхын тереңдетип, ошол таржымалды ошол алдыга сүйрөп, чыйралтып бараткан ошол LFM радиосу болуп эсептелет. Анын тарыхы мына ошол азыркы айткан 1967-жылга барып такалат да. Демек бул ушул кийинки мезгилдерде ушул радиолордун катары көбөйдү. Бирок LFM радиосу дагы мурдагы O'sh радиосундай эмес, жаңы форматта, жаңы аталышта ошондой эле ушул
түз байланышта угармандарга таңдан кечке чейин ушул ovoga chiqib turgan radio bo'lib hisoblanadi. O'sh shahrida faqat 3 tilda havoga uzatiluvchi Intimaq radiosi 2 yildan beri faoliyat yuritadi. Davron Nasibxonov kun davomida bir necha marotaba efirda yangiliklar o'qiydi. Assalomu alaykum. Intimaq yangiliklar studiyada men Davron Nasibxonov. Qirg'izistonning davlat radio televideniyasi raisining muovini Eron Islom Jumhuriyatining madaniy maslahatchisi bilan uchrashganda Intimaq radiosi O'sh va Jalolobod oblastlarida FM 106.1 to'lqinlarida efirga uzatiladi. Millatlararo ittifoqni madaniyatlararo munosabat, madaniy va ko'ngilochar dasturlari orqali xalqni erkin va obyektiv axborot bo'lgan talabni qondirishga, jamoatchilik radiosi obro'yini ko'tarishga qaratilgan. 1 yil oralig'ida былтыр ko'z qaransiz suramjilooda O'shda turulgan radio stansiyalarının arasından 3. orundu iyilegan edi. Adan keyindagi radiomuzun programmalarini ko'paytib, ko'ngil ochuvchi, ma'lumotlik programmalar ko'p berila boshladi. Kun sayin ish kunlari 5 dan 6 ga chayin Transit 161 degan ma'lumot analitikalik beruvimiz bor. Kun sayin 1 soat жаңалықтарды беріп тұрамыз. Қырғызстандағы O'shдағы, дүниедегі, айрықша O'shдағы жаңалықтарға көбірек басым жасаймыз. 1945-yildan boshlab har yili nishonlanuvchi kasb bayramiga aylangan. Hozirda radio internetdan keyingi eng qulay ma'lumot manbai bo'lib hisoblanadi. Qirg'izistonda hozir 20 ga yaqin radio kanallar ish olib boradi. Ularning ko'pchiligi madaniy formada bo'lgani bilan deyarli barchasi soat sayin yangiliklar berib boradi. Yirik radio kanallar bilan birga hududiy radiolar ham bor. Hilola Ashurova, Aybek Bedelbekov, Intimaq. Radio kuni munosabati bilan Intimaq radiosi tinglovchilari uchun aksiya o'tkazdi. Bunda Intimaqning kichik avtobusi shahar bo'ylab aylanib yurdi. Radioga to'g'ridan-to'g'ri ulanib, mashinani yurgan yeriga borib topganlarga sovg'alar topshirildi. Aksiya davomi bilan navbatdagi lavha orqali tanishamiz. Intimaq radiosi xodimlari o'z efirlarida tinglovchilarga bugungi aksiya to'g'risida ma'lumot berishdi. Shuningdek, radio orqali aksiya shartlari aytib borildi. Dal ушул мүнөттөрдө майдандагы акциябыз уланууда, ардактуу айымдар жана мырзалар. Ayni damda Intimaq radiosi hamda uyali aloqa kompaniyasi xodimlarining O'shdagi radio tinglovchilarga belgilangan sovg'alarni topshirish ishlari O'sh shahri bo'ylab davom etdi. Unda Intimaq radiosi orqali aytilgan sirli so'zni bilgan tinglovchilar maxsus sovg'alar bilan taqdirlandi. Biz avtounani taap kelib, ошол сырдык сөздү бизге айтса, ошол адам жеңүүчү болду. Ал жеңүүчүлөргө уюлдук компаниясынын фирмалык белектери ыйгарылууда. Угармандар дагы аябай активдүү катышууда негизинен. Aksiya g'oliblariga uyali telefon kabi qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Bir sovg'a o'z egasiga topshirilgach, Intimaq radiosi orqali yangi sirli so'z aytildi. Ben вообще ettiğimden beri endi düşanım silahlı. Abjorka dediler, uyakka bordim. Dram dediler, oxir şirketi Dombitadan ko'rib qoldim silahlı. Xalqaro radio kuni munosabati bilan Intimaq radiosi tomonidan kun davomida o'tkazilgan aksiyada 2 ta uyali telefon va 20 dan ortiq turli sovg'alar tinglovchilarga topshirildi. Sherzod Yusuf, Aybek Bedelbekov, Intimaq. Rahbar Aslbek Jenbekov yetakchiligidagi Qirg'iziston Respublikasi Jo'g'ri kengashining delegatsiyasi Sinomash Xitoy Xalq Respublikasining Milliy mashina qurish korporatsiyasida bo'ldi. Sinomash korporatsiyasi boshqarmaligi rahbari Jen Hubin mamlakat tomonidan yurgizilgan reformalarning o'zgachaligi, uning natijasida Xitoyning mashina yasash ministrligini transformatsiyalanishi hamda 1997-yili uning bazasida o'zi yetaklagan Sinomash Xitoy Xalq Respublikasi Milliy mashina yasash korporatsiyasining tuzilishi bo'lganini aytdi. Shuning uchun bir qator strategik vazifalar hal qilingan. Masalan, byudjet tuzish ishxonalari, ish o'rinlari, mustahkam ilmiy izlanish, kadrli baza tuzilib, texnologik siljish bo'lgan. U Qirg'izistonda korporatsiyaning asosiy kompaniyasi ishlayotganini, quvvati sutkasiga 2,5 tonna sement chiqargan zavodini qurish, qand sement zavodini rekonstruksiyalash loyihalari muvaffaqiyatli ishga oshirilganini bildirdi. Rahbar Jenbekov Qirg'izistonda investorlar uchun yaxshi sharoitlar tuzilganini ta'kidlab, Sinomash korporatsiyasi yetakchisining e'tiborini Qirg'izistonning gidroenergetik, tog'-kon imkoniyatlariga, qishloq xo'jaligi, rejalashtirilayotgan suv omborlari, suv boruvchi yerlarning yangi maydonlarini yaratish maqsadidagi irrigatsiyali kabi imkoniyatlarga qaratdi. Shuningdek, Qirg'izistonga yangi sanoatlarni qurishga chaqirdi. Qorasuv rayoni Qashqar qishlog'ining 122-son o'rta maktabida 2013-2014 o'quv yillarida a'lo bahoga o'qigan hamda olimpiada g'oliblari bo'lgan o'quvchilarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi.
Bunda ilg'or o'quvchilar maktab direktori va ota-onalar tomonidan maqtov varaqchalari bilan taqdirlanishdi. 122-maktabning 43 o'quvchisi turli fanlar bo'yicha o'tkazilgan oblast olimpiadalarida oldingi o'rinlarni egallab kelishmoqda. Shuningdek, kechada o'quvchilar tomonidan ko'ngilochar dasturlar namoyish qilinib, o'zbek, qirg'iz, rus tillarida she'rlar o'qildi. Tadbirga Qashqar qishloq hukumatining rahbari, mahalliy deputatlar, Ulug' Vatan urushi faxriylari hamda ota-onalar ishtirok etishdi. Bu bayramda 3 chorak bo'yicha 5 baholarga o'qigan eng yaxshi o'quvchilar qatnashadi. Men ham 3 choregim ham to'liq 5 bo'lgani uchun qatnashib turibman. Shuning bilan xabarlar ma'lumot dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'lkamizda va xorijda kechayotgan tezkor xabarlar bilan 3w.kg sayti orqali ham tanishsangiz bo'ladi. Keyingi dasturlarimizda yana qayta diydorlashguncha xayr, salomat bo'ling. Oldinda sizlarni ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Qirg'izgidrometning xabar berishicha 8-mayda yurtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati Batken oblastida kechasi 11-16, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 13-18, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Jalobod oblastida kechasi 13-18, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 6-11, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Talas oblastida kechasi 10-15, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 5-10, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Shu oblastida kechasi 11-16, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda 8-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 14-16, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda 8-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 16-18, kunduzi 20-32 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Рекламный журнал «Колдон Колго». Бесплатное объявление каждую неделю. Недвижимость, строительство, работа, образование, авто, товары и услуги, досуг и здоровье. Прием бесплатных объявлений по телефону 0773 93 56 56.